Bu qanaqa suv bo'lyapti? Chidab bo'lmayapti-yu. Nima qilish kerak bu suvni? Odamni qarang, terlab ketyapti. Chelayda o'zimiz bilan suv olib beramiz, bilmayman ko'chada yurganda. Qarang, bunaqa issiq havoda nima qilish kerak? Salqin joylarga ketish kerak. Yani nefrit ko'li bor, rosa trend bo'ldi-yu. O'sha joyga chiqib ketish kerak. Uka qanaqa chiqadi deysizmi? Men sizga hozir bitta ko'rsataman. U joyga chiqish uchun mana bunaqa moshniy balonlari bor. Baland offroad mashina kerak. Bu mashinani siz 2,5 ming boshlanish turidan olib ketsangiz bo'ladi. Mana shu g'o'dasiga bu mashina 8 litr, 10 litr benzin rasxod qiladi. Nima deydi? Benzin tanlamaydi. Bunaqa g'o'daga shunaqa mashinani minish nima deyapti? Kelasiz 2,5 ming dollar hamma xarajat ichida olib ketsangiz bo'ladi. Mashina bilasizlar 3 qatorli bo'ladi, oilaviy, bemalol tog'islarmi, u yoq bu yoq любой joyga ketaveradi. Yama pamadan qo'rqmay o'tib ketsanglar ham bo'ladi. Mashina yengida turibdi, 2020-yil 100 ming yurgan kraskalari top toza. Mashina doda deb asrab minilgan. Kelasiz 2,5 ming dollar bilan hamma xarajat ichida olib ketasiz. Pastki nomerlarga aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olasizlar. Obuna bo'lib qo'ying, shunaqa yaxshi mashina o'tkazib olmay kuzatib borasiz.